O Dünya. Abdori Doktor Muhammad Al-Arifi. Tərcümə qılğıcı Muhammad Barat. Nəşr qılğıcı Saciyə İslam Tədqiqat Mərkəzi. Müharriri Doktor Abdul Aziz Rahmetullah A9. Korrektori Abduli Abliz Muhammad Barat. Layihəligücü A Aqhun. Çoğ və kiçik qiyamət. Qiyomat degan bu atalg'u ikki narsaga qo'llaniladigan bo'lib, birisi biz ko'z oldimizda davomli ko'rib turayotgan o'limdan iborat qiyomat. Yana birisi birla qatam yuz beradigan qiyomat bo'lib, butun maxluqotlar u kundan qo'rqadi. Ondaqda qiyomat, kichik qiyomat va cho'ng qiyomat deb ikki turlik bo'ladi. Kichik qiyomat. Bu xos qiyomat bo'lib, agar bir banda vafot bo'lsa, uning uchun qiyomat bo'lgan bo'ladi. Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu aytgandek, ular qiyomat deyishidi. Shak shubhasizki, kishining qiyomati uning o'lishidir. Kichik qiyomat degan bu so'z Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadisda zikr qilingan bo'lib, u deganki, bir muncha qo'pol arabiylar Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib, u zotdan qiyomat to'g'riliq so'ragan edi. Rasululloh ularning eng kichigiga qarab, bu bola yashab qolsa, qiyomatinglar qoyim bo'lmoqcha, uninga qirilik yetmaydi dedi. Ya'ni bu bola cho'ng bo'lishdan ilgari sizlarning hammanglarga o'lim keladi. Bu bola hammanglarning oxirida o'lidi deganlikdir. Cho'ng qiyomat. Bu umumiy qiyomat bo'lib, bu qiyomatning qoyim bo'lishi bilan zamin ustidagi hayotlik butunlay tugaydi va Alloh taolo xaloyiqlarni jazo, hisob, jannat va do'zax uchun qayta tirildirdi. Alloh taolo andin uni vafot qildirdi. Uninga ko'miladigan qabrni barpo qildi. Andin Alloh uni xoligan vaqtda tirildirdi degan so'zida kichik qiyomat va cho'ng qiyomatni tilga olgan. Pichirlama. Kimki kichik qiyomat uchun tayyorlik qilsa, uningga cho'ng qiyomat oson bo'ladi. Kichik qiyomat. Kichik qiyomat o'limdan iborat bo'lib, bu ruhning tandan ayrilishini ko'rsatadi. Butun maxluqotlar bu qiyomatdan qochib qutula olmaydi. Bu vaqtda ilgirkilarning ko'p ahvollari va ularning sakarat holatda qilgan nasihatlari bor. Undaqda kichik qiyomat, ya'ni o'lim yuz berganda insonlarning ahvollari qandoq bo'ladi? Sakarat holatlariga aloqador qissalar. Oxirgi holatining yaxshi yoki yomon bo'lganligining alomatlari nima? Ruhning haqiqati nima? U shak shubhasiz o'limdir. Zikr qilinishicha, Davud alayhisalomning yanida qadr-qimmati nihoyat ustun bir vazir bo'lgan ekan. Davud alayhisalom vafot bo'lib ketgandan keyin u Davud alayhisalomning o'g'li Sulaymon alayhisalomning yanida vazir bo'ldi. Bir kuni Sulaymon alayhisalom chashgoh vaqtida taxtida o'ltirgan ekan, yanida bu vazirmi bor ekan. Tuyuqsiz bir kishi Sulaymon alayhisalomning yoniga kirib salom qilibdi va so'zlashishga boshlabdi. So'zi jarayonida bu vazirga shundoq bir qarab qo'yibdi. Vazir buningdan qo'rqib ketibdi. Bu kishi chiqib ketgandan keyin vazir o'rnidan turib Sulaymon alayhisalomdan so'rabdi. Ey Allohning payg'ambari, huzurlardan chiqib ketgan bu kishi kim? Alloh bilan qasamki, uning ko'rinishi meni qo'rqitibdi. Bu o'lim farishtasi bo'lib, har kishining siyoqida mening huzurimga kirdi. Vazir bu gapdan cho'chib ketib yig'labdi va ey Allohning payg'ambari, sizdan Allohning nomi bilan so'raymanki, shamolga buyruq qilsizlar, meni eng yiroq joyga, Hindistonga oborsin debdi. Shuning bilan Sulaymon alayhisalom shamolga buyruq qildi ekan, bu vazirni elib ketibdi. Atsi o'lim farishtasi yana Sulaymon alayhisalomning yoniga kirib, avvalgi qatimqadek salom qildi. Sulaymon alayhisalom uningga debdi: Sen tunugun hamrohimni qo'rqitib atding. Nima uchun uninga o'tkir nazaring bilan qaragan eding? Ey Allohning payg'ambari, men huzuringga chashgoh vaqtida kirdim. Halbuki Alloh tushdan keyin Hindistonda uning ruhini qabz qilishimga buyurgan edi. Uning sening yoningda turganligini ko'rib ajablandim. Qanday qilding? Alloh uning ruhini qabz qilishimga buyurgan joyga bordim. Uning meni saqlab turganligini ko'rdim. Ondan uning ruhini qabz qildim. O'lim farishtasi shundoq javob beribdi. Shundoq, bu o'lim Alloh taolo insonlarga e'lon qilgan, hech kim qochib qutula olmaydigan eng cho'ng jangdir. Alloh taolo: Ey Muhammad, sizlar qochadigan o'lim cho'qim sizlarga yo'liqidi. Ondan sizlar g'aybni va oshkorini bilgucha Allohning dargohiga qaytirilsizlar. Alloh sizlarga qilmishinglarni aytib berdi degan. Juma surasi 8-oyat. Demak, podshohlar, amirlar, vazirlar, sharafliklar, odatdagi insonlar, boylar, kambag'allar, hattoki farishtalar, jin shaytonlar, hayvonlar va qushlarning hammasi bu ilohiy oqibatning oldida ojizdir. Haq taolo aytadi: Ey Muhammad, bu munofiqlarga aytqinki, agar urushga chiqmaslik o'limdan qutuldiradigan bo'lsa, o'limni o'zinglardan dab'i qilib beqinglar. Agar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar. Al-Imron surasi 168-oyat. Qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topadi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdimi?
Nisa surasi 78-oyat. Qani u qo'shinlar padişahliq, yuz abroy. Qani u kisralar, qaysarlar. Qani u dahiylar, tijoratchilar va taxit doktorlar. Hammaga qocholmas bir o'lim keldi. Hukmini kesdi, yo'qtakli bo'ldi. Igi bo'lgan, bo'lungan yo'qapli ketdi. Bir barmish, bir yo'qmish degandek bo'ldi. Boshlanish, o'lim u dunyoning ishidir. Sakrat holatining ko'rinishlari. Sakrat va ruhning badandan chiqish holati butun maxluqotlarning beshiga keladigan ajoyib bir muqarrarlikdir. Bo'lmasa, o'lim kadaridan suzuk bo'lgan hayot bormi? O'lim putlamagan qadam bormi? U abo ajdodlarni elib ketmadimi? Mahbublarni tortib olmadimi? So'ygu rishtalarini uzib o'tmadimi? Ayollarni tul, sabiylarni yetim qilmadimi? Ruh badandan chiqqan vaqtda har bir insonda har xil holatlar bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning vafoti. Nabi sallallohu alayhi vasallam Hajjatul Vidodan qaytib kelgandan keyin kesili kundan kunga ig'irlashishga boshladi. U zot har bir so'zi va har bir qarashlarida bu dunyodan xo'shlashayotgandek qiladi. Nabi sallallohu alayhi vasallam qizitmasi o'rlab oxiratga safar qiladiganligiga jazm qilgan chaqda kishilar bilan xo'shlashishni o'ylab beshini tangdi. Andin Fazl ibn Abbosni kishilarni masjidga yig'ishga buyurdi. Fazl kishilarni yiqqandan keyin Nabi sallallohu alayhi vasallam uninga yo'linib mengib kelib, munbarning ustiga chiqdi. Andin Allohga hamd sano aytgandan keyin mundaq dedi: "Maqsadga kelsak, ey insonlar, mening sizlarning oranglardan ketadigan vaqtim yaqinlashib qoldi. Buningdan keyin bu o'rinda meni hargizmi ko'rolmaysizlar. Biraringlarning dumbisiga urib qolgan bo'lsam, mana bu mening dumbamdir. Qisosini elib olsin. Biraringlarni tillab yuz abroyiga tekkan bo'lsam, mana bu mening yuz abroyimdir. Qisosini elib olsin. Hech bir kishi meni baxillikdan qo'rqudi deb qolmasin. Agah bo'linglarki, baxillik mening sha'nim va axloqim emas. Sizlarning menga eng suyumlik bo'lganinglar menda haqqi bo'lsa, mendan haqqini elib, meni gunohdan xalos qilgan kishidir. Shundala men ustimda birisining haqqi qolmagan holda Allohga uchrashaman." Uningdan keyin Nabi sallallohu alayhi vasallam munbardan tushib, muborak uyiga kirib ketdi. Nabi sallallohu alayhi vasallamning vafot bo'lish oldidagi kesili. Qizitma. Bu muborak zotning badanini qoplashga boshladi. Shundaqdimi chiqib, jamoat bilan namoz o'qishni o'ylab turdi. Bir juma kuni qizitmasi bak o'rlab ketgan bo'lsa-mu, ashoblar bilan namoz shamni o'qidi. Andin uyiga kirib, uydagilar selib bergan ko'rpiga chiqib yotdi. Qizitma pak badanini qiynab turganlik uchun ko'rpida uzun yetib qoldi. Jamoat xubdan namoziga yig'ildi va imomi Nabi sallallohu alayhi vasallamning ular bilan namoz o'qishi uchun u zotni saqlashga boshladi. Halbuki u zot kesili ig'irlashib ketganlik uchun o'rnidan turishga tamshalgan bo'lsa-mu, o'rnidan turolmay ularning yeniga baldur chiqolmay qoldi. Ba'zilar namoz deb to'lashga boshladi. U zot ularning ovozini anglab atrofidagilarga qaradi va jamoat namoz o'qib bo'ldimi degan edi. Ular: "Yo'q, ey Rasululloh, ular sizlarni saqlayotdi" dedi. Nabi sallallohu alayhi vasallam badanining haroratining o'ri turishga yo'l qo'ymayotganligini ko'rib, cho'ng bir qachida suv akilib ustimdan qo'yinglar dedi. Ular cho'ng qachida so'g'uq suv akilib payg'ambarimizning ustidan qo'ydi. U zot badani sovib bir oz yaxshi bo'lib qolganligini his qilgandan keyin ashablariga "Bo'ldi, kifoya" deb qo'li bilan ishorat qildi. Shuning bilan ular suv quyishni to'xtatdi. Andin u zot o'rnidan turish uchun ikki qo'liga tayangan edi, hushidan ketdi. Bir ozdan keyin hushiga kelib, oldi bilan atrofidagilardan "Jamoat namoz o'qib bo'ldimi?" deb so'radi. "Yo'q, ey Rasululloh, ular sizlarni saqlayotdi. Menga cho'ng qachida suv akilinglar." Nabi sallallohu alayhi vasallam yuyundi. Ashoblar ustidan suv quyib berdi. Badanida bir oz yaxshilanish his qilgandan keyin o'rnidan turmoqchi bo'lgan edi, yana hushidan ketdi. Bir ozdan keyin hushiga kelib, tunji bo'lib yana "Jamoat namoz o'qib bo'ldimi?" deb so'radi. "Yo'q, ey Rasululloh, ular sizlarni saqlayotdi. Menga cho'ng qachida suv akilinglar." Ular Nabi sallallohu alayhi vasallamga suv olib kelib, ustidan quyishga boshladi. Hali ko'p suv qo'ygandan keyin u zot qo'li bilan ishorat qilib suv quyishni to'xtatdi. Andin mag'dur qolmagan ikki qo'liga tayanib o'rnidan turmoqchi bo'lgan edi, yana hushidan ketdi. Oila tavobatlari qalblari o'rtangan, ko'zlari yosh to'kkan holda payg'ambarimizga qarab turardi. Masjiddagi jamoat bo'lsa, uzundan buyon takbir aytishiga agishib, takbir aytib, ruku, sajdalarni billa qilib namoz o'qib kelgan bu imomining chiqishini saqlab masjidda o'ltirayotgan edi. U zot hushidan ketib, hali uzundan keyin hushiga keldi va "Jamoat namoz o'qib bo'ldimi?" dedi. "Yo'q, ey Rasululloh, ular sizlarni saqlayotdi." Nabi sallallohu alayhi vasallam badaniga qarab o'ylandi. Bu vaqtda qizitma badanini ojizlashtirib qo'ygan edi. Shundoq
Kesel, diniga yordam bergan va olamlarning parvardigori Alloh yo'lida jihad qilgan bu muborak badanni ojizlashtirib qo'ygan edi. Bu shundoq badanki, ibodatning halovatini tetigan va hayotlikning ig'irchiliklarini ko'targan, kechalari uzun qiyamda turganlikdan putlari qaparib ketgan, mehribon Allohdan qo'rqib, ko'zlari yosh to'kkan, Alloh yo'lida azob chekkan, och qolgan va jihad qilgan bir badan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zining bu holini va kasalning badaniga chirmishib ketganligini ko'rgandan keyin atrofdagilarga burilib, Abu Bakrni buyuringlar, u jamoatga namoz o'qib bersin dedi. Shuning bilan Bilal namozga takbir aytdi. Abu Bakr Nabiy sallallohu alayhi vasallamning mehrobiga o'tib, imom bo'lib jamoatga namoz o'qib berdi. Uning g'amkinligi va qattiq yig'ilganligi sababidan jamoat qiroatini anglay olmay qilishga tas qoldi. Shundaqdimi xubdan namozi o'qilib bo'ldi. Bamdod namozining vaqti bo'lganda jamoat masjidga yig'ildi. Abu Bakr yana imom bo'lib namoz o'qib berdi. Uningdan keyingi namozlarning hammasida bir qancha kun Abu Bakr imom bo'lib jamoatga namoz o'qib berdi. Bu chaqda Nabiy sallallohu alayhi vasallam ko'rpisida yetib Jamoat namozi. Dushanba kuni peshin yoki asr namozining vaqtida Nabiy sallallohu alayhi vasallam badanida bir oz yaxshilanish bo'lganligini his qilib, Abbos va Ali radhiyallohu anhumani chaqirdi. Bu ikkalan u zotni o'ng va so'l tarafidan yo'lidi. U zot ikki putida yerni jejib, bu ikki sahobaning o'ttirisida mangdi va uyi bilan masjidining o'ttirisidagi pardani ochdi. Bu chaqda namozga takbir aytilib bo'lgan jamoat namoz o'qiyotgan edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ashablarining sap-sap bo'lib namoz o'qiyotganligini ko'rib, ularga qaradi. Bu ashablar bo'lsa muborak yuzlar va pok badanlarning egillari bo'lib, u zot bilan nihoyat ko'p billa namoz o'qigan, billa jihad qilgan va hamsuhbat bo'lishgan edi. Kechalari billa qiyamda turgan va kunduzlari billa ro'za tutishgan edi. Balo qazolarga billa sabr qilishgan va ixlos bilan duo qilishgan edi. Shundaqla dinga yordam berish uchun oila tavobatidan, qarindoshlaridan, yaxshi ko'radigan kishilaridan va yurtlaridan ayrilgan edi. Hala bugun bo'lsa, u zot ulardan ayrilib, oxirat diyoriga safar qilish oldida turib. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ularning namozdagi holatini ko'rib zo'qlandi va yuzi oyning bir parchasidek nurliq tabassum qildi. Ondan pardani tushirib etib ko'rpisiga qaytib keldi va o'lim parchasi eng pok va pokiz yaratilgan bu ruhni qabz qilish uchun osmondan tushdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning o'lim sakrati. O'limning sakratlari Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ruhi va badani bilan elishishga boshladi. Mu'minlarning onasi Aisha radhiyallohu anha aytadi: Nabiy sallallohu alayhi vasallamni sakratdagi holatida ko'rdim. U zotning yanida bir qadah suv bor edi. Qo'lini qadahga kirgizdi. Ondan yuzini shu suv bilan siladi va bir Allohdan boshqa iloh yo'q. Haqiqatan o'limning qiyin sakratlari bor dedi. Ko'ngilni azdalg'u dada deb yig'lashga boshladi Fatima radhiyallohu anha. Dadangizga bugundan keyin qiyinchilik bo'lmaydi dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam uningga burilib qarab, men payg'ambarimizning yuzini silashqa va shifoliq tilab duo qilishga boshladim. U zot bo'ldi qiling. Allohdan Jibril, Mikail va Isrofillar bilan birga bo'ladigan Rafiqul A'la yuqori martabalik hamrohlar bilan birga bo'lishni so'rayman dedi. Uningdan keyin u zotning nafsi qiyinlashib, o'limning sakratlari ig'irlashgan chaqda o'zi uchun dunyodan xo'shlashayotganlikqa dalolat qiladigan, ummatlar uchun bek muhim bo'lgan va sherikdan ogohlantiradigan so'zlarni qilishga boshladi. Allah Yahudi va Nasaralarga la'nat qilsin. Ular anbiyalarning qabrlarini masjid qilib oldi. Anbiyalarning qabrlarini masjid qilib olgan qavmga Allohning g'azabi qattiq bo'ldi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning eng oxirida degan so'zlarining jumlasidan namozni qo'ldan bermanglar va qo'l ostingdagilarning haqqini ado qilinglar degandan iboratdir. Shundoq Anbiyalarning sayyidi, taqvodorlarning yo'lboshchisi va olamlarning parvardigorining do'sti bo'lgan bu zot hech bir kishi mening haqqim bardi deb haq talab qilmagan, hech bir kishiga biror ig'iz so'z bilan aziyat bermagan, harom mollar bilan boshqalarning g'aybatini qilish va gunoh ma'siyat qilish bilan o'zini bulg'amagan, balki Allohning yo'liga da'vat qilgan, Rabbining afu qilishini umid qilgan, boshqalarni namoz o'qishga, Allohga ibodat qilishga buyurgan va Allohga sherik keltirishdan, butlarga cho'qinishdan to'sqan holatda vafot bo'lib ketdi. Alloh taolo bu zotni sifatlab aytdiki: "Ey insonlar, shubhisizki sizlarga o'z aranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulfat chekishinglar uninga ig'ir tuyuladi. U sizlarning hidoyat topishinglarga yerisdir. Mu'minlarga amroqdir. Nihoyat kuyimchandir." Tavba surasi 128-oyat. Umar radhiyallohu anhuning vafoti.
Umar ibn Xattab radhiyallohu anhuni ko'rish uchun Madina Munawvaraga yo'tkelaydi. Bu bo'lsa, dinga yordam bergan, olamlarning Parvardigorining yo'lida jihad qilgan va majusiylarning davlatining o'tini o'chirgan zotdir. Bu zotga kofirlar hasad qildi. Ularning ichida eng ko'p hasad qilgani Abu Lu'lu'a ismli bir majusi bo'lib, u Madinada to'mirchilik va yog'ochchilik qiladigan bir qul edi va tugman yasaydi. Bu kafir qul Umar radhiyallohu anhudan intiqom olish uchun fursat izlab yurdi. Bir kuni Umar uningga yo'lda uchrashib qolib, "Anglasam sen, agar xohlasam shamol bilan aylanadigan tugman yasayman debsan" degan edi u qul. "Sen uchun shundaq bir tugman yasaymanki, bu tugman mashriq bilan mag'rib ahlini hang-tang qoldirdi" dedi. Bu qul meni ogohlantirib qo'ydi. Umar hamrohlariga shundaq dedi. Uningdan keyin bu qul ketib, ikki bisliq tutqichi o'ttirsida bo'lgan bir xanjar yasadi. Bu xanjarning bu tarafini tiqsimi, u tarafini tiqsimi o'xshashla maqsadga yetkil bo'ladi. Va bu xanjarni bir odamga tiqqanda xanjarning kuchi bilan yoki zaharning kuchi bilan o'ldiroladigan bo'lishi uchun uni zahar bilan sug'ardi. Andan bir kuni qop-qorong'u kechida uydan chiqib, masjidning bir bo'lag'ida Umarni paylab turdi. Taki Umar jamoatni bomdod namoziga uyg'otish uchun masjidga kirganga qadar bu yerda turdi. Bomdod namoziga takbir aytildi va Umar jamoatning oldiga o'tib namozga quloq qoqdi. Bu zot qiroatni boshlaganda bu majusiy qul uningga etilib, ko'zni yumib ochqucha arliqda 3 yeriga xanjar tiqibdi. Birinchisi ko'krigiga, ikkinchisi yon tarafiga, uchinchisi kindikining ostiga tiqilgan edi. Umar varqirdi va Allohning amri azaldilla bektilib ketgan, o'zgarmas hukmdir degan oyatini o'qigan holda yerga yiqildi. Abdurrahman ibn Avf jamoatning oldiga o'tib namozni to'liqlab o'qib berdi. Ammo qul bo'lsa pichqini tutgan peti namoz o'qiyotganlarning saflarini yerib, o'ng va so'l tarafdagi musulmonlarga tiqib, uchqanday chiqib ketyotdi. Shunda qilib, u 13 kishiga xanjar tiqdi. Ulardan 7si shahid bo'ldi. Andan xanjarini ko'targan holda to'xtadi. Uningga birisi yaqinlashsa xanjar tiqatdi. Bir kishi kelib uning yuziga qalin bir tonni tashlagan edi. U aloqasida bo'lib ketdi va musulmonlarning o'ziga kuch yetadiganligini his qilib, o'ziga xanjar tiqdi-da, qonlar etilib chiqqan holda o'ldi. Umar hushsiz holatda uyiga elib mangildi. Jamoatmi yig'lashgan holda billamangdi. U taki kun chiqishga oz qolgan qadar hushsiz yotdi. Jamoat namoz o'qib bo'ldimi? Umar radhiyallohu anhu hushiga kelgandan keyin atrofidagi kishilarning yuzlariga qaradi va tunji so'zi "Jamoat namoz o'qib bo'ldimi?" bo'ldi. Ey mu'minlarning amiri, shundaq, jamoat namoz o'qib bo'ldi. Allohga hamd va sano bo'lsin. Namozni tark etgan odamning islomi bo'lmaydi. Uningdan keyin Umar radhiyallohu anhu suv keltirib tahorat oldi va namoz uchun o'rnidan turmoqchi bo'lgan edi, turolmadi. Andan o'g'li Abdullohning qo'lini tutib, uningga yo'landi. O'g'li uni orqasida o'ltirg'izdi. Uning yaralaridan qon oqib turibdi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma deydi-ki, Alloh bilan qasamki, barmoqlarimni qo'ygan edim, yarini etolmadi. Shuning bilan yarasini sallalar bilan tangdiq. Umar bomdod namozini o'qidi. Andan "Ey Ibn Abbas, meni o'ltirgan qotilga qaragan" degan edi. Ibn Abbas "Sizlarga bir majusiy qul xanjar tiqdi. Andan yana bir muncha jamoatlarga tiqdi. Andan o'zini o'ltirib oldi" dedi. Manga xanjar tiqqan qotilni dargohida manga hujjat qilib olish uchun bir qatam sajda qilib olishga nasib qilmagan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Andan tevib Umarning yarasini ko'rib, xanjarning oshqozon va uchaylarga yetgan va yetmaganligini bilib beqish uchun uning yoniga kirdi va xorma aralashtirilgan suvni ichirgan edi. Suv qo'rsqining ostidagi yarasidan chiqib ketdi. Tevib bu chiqqan suv qon va yeringan deb bildi. Andan bir qacha sut keltirib ichirgan edi. Sutmi kindikining ostidagi yarasidan chiqib ketdi. Bu chaqda tevib xanjar uning badanini titib etibdi. Qo'rsqi hargizmi yemak va suvni ko'tara olmaydi ekan deb bildi va mundaq dedi: "Ey mu'minlarning amiri, vasiyat qilsizlar. Sizlar bugun yoki erta vafot bo'lib ketishlari mumkin. Rost aytding. Agar buningdan boshqa bir gapni qilgan bo'lsang, sen yolg'on aytdi degan bo'lardim" dedi. Umar o'lib ketadiganligidan bishorat bergan holda to'liq ishonchisi bilan andan: "Alloh bilan qasamki, agar butun dunyo menga tava bo'lgan bo'lsa-mo, Alloh taolaning oldida turgan chaqdagi qo'rqinishning badaliga fidya qilib o'tgan bo'lardim" dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Umar radhiyallohu anhuni madhiyalaganligi. Ibn Abbas Umarning kamtarlik bilan va Allohning dargohidagi savobga qiziqib aytgan so'zini anglagandan keyin mundaq dedi: "Ey mu'minlarning amiri,
Bu so'zlarni qilganliklari uchun Alloh sizlarga yaxshi mukofot bersin. Musulmonlar Makkada qo'rqqan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning sizlar orqali dinini va musulmonlarni aziz qilishiga duo qilgan emasmidi? Sizlar musulmon bo'lgan chaqda musulmon bo'lganliklari izzat bo'ldi va sizlarning sabablari bilan islom oshkori bo'ldi. Sizlar hijrat qilganda hijratlari g'alba bo'ldi. Yana kelib, sizlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushriklarga qarshi elib borgan urushlarning hech qaysidan qilib qolmadilar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizdan rozi bo'lgan holda vafot bo'lib ketdi. Andan Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan keyingi xalifaga vazir bo'ldilar. Umi sizdan rozi bo'lgan holda vafot bo'lib ketdi. Andan xalifa bo'ldilar. Alloh sizlar orqali shaharlarni obod qildi, mollarni yig'di va dushmanni mag'lub qildi. Andan sizlarga shahidlikni nasib qildi. Sizlarga muborak bo'lsin. Meni o'ltirg'izinglar, dedi Umar. Ibn Abbas so'zini tugatgandan keyin va so'zini qayta degan dedi o'ltirib bo'lib. Ibn Abbas so'zini qayta degandan keyin Alloh bilan qasamki, mag'rur kishi sizlar mag'rurlantirgan kishidir dedi. Andan Umar Ibn Abbasga qaradi. Umar Ibn Abbasning ilmini va taqvoligini bilganligi uchun uninga mundoq dedi. Sen Allohga uchrashgan kuni dargohida men uchun shundoq guvohlik beramsan? Ha-a. Ey Alloh, hamdu sana sanga xosdir. Hazrati Umar xushal bo'lib shundoq dedi. Uningdan keyin kishilar kelib Umarga madhiya o'qishga va uning bilan xo'shlashishga boshladi. Umarning o'lim oldidagi nasihati. Bir yigit kelib uning qashiga kirib, "Ey mu'minlarning amiri, Allohning bishorati bilan xush bishorat olg'aylar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hamroh bo'lish bilan islomiyatga ko'rsatgan nurg'un tuhfalari o'zlariga ayon. Andan keyin xalifa qadinib, odillik bilan boshqurdilar. Andan mushu ishlardan keyin shahidlikka erishdilar" degan edi Umar. "Ey jiyanim, ashu ishlarning hammasi mening zinimg'imi, paydamg'imi bo'lmasdan gunohimga udul bo'lib ketsalar, olmagan bermagan bo'lib qutulgan bo'lsam kashki" dedi. O yigit qaytib edi, uning izorining yerga tegib qolayotganligini ko'rib, "Ma'u balni qaytarib kelinglar" deb buyurib uningga, "Ey jiyanim, kiymingni ko'tarib olgan. Kiyming texmi uzun chidaydi, ham Parvardigoringga taqvodorlik qilishga yaqin bo'ladi" deb nasihat qildi. Uningdan keyin Umarning og'riqi avib, hushidan ketishga boshladi. Bu vaqtda Abdullah ibn Umar deydi-ki, "Dadam hushidan ketdi. Beshini tutib quchqimga qo'ydim. Bir ozdan keyin hushiga kelib, beshimni yerga qo'ygan" dedi. Keyin hushidan ketib, beshim mening quchqimdagi holatda yana hushiga keldi va mundoq dedi: "Beshimni yerga qo'ygan. Ey dada, quchqim bilan yer o'xshash emasmi? Yuzimni to'pig'i qo'ygan. Shundoq qilsang, Alloh menga rahim qilishi mumkin. Jon uzgunimdan keyin meni darhol yerlikimga qo'yinglar. Chunki agar xayrlik bo'lib qolsa, meni uninga apargan bo'lasizlar, agar yomonlik bo'lib qolsa, uni gadininglardan tiz eliyotgan bo'lasizlar." Andan yana mundoq dedi: "Agar uning gunohlari mag'firat qilinmay qolsa, Umarning holiga voy, uning onasining holiga voy. Onasi uni tuqqanlik uchun demoqchi." Uningdan keyin Umarning nafas olishi qiyinlashdi va qattiq sakrat azobi tortib jon uzdi. Musulmonlar uni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakrdan iborat ikki hamrohining yoniga dafn qildi. Shundoq Umar ibn Xattob o'ldi, lekin amaliyotda uningdagilar o'lmadi. U yaxshi amallarga va katta darajalarga noil bo'ldi. Uningga qabrisida Qur'on o'qiganligi va mehribon Allohdan qo'rqib yig'laganliklari hamroh bo'ladi. O'qigan namozlari ulpat bo'ladi. Qilgan jihodlari darajasini yuqori ko'taradi. Dunyoda u oz charchamadi, lekin oxiratda mangulik aram oldi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam uni jannat bilan bishorat berilgan 10 sahobaning qatoridan sanab dediki, biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yanidagi chig'imizda u zot tushimda o'zimni jannatda ko'rdim. Bir ayol bir qasrning yanida tahorat olibdi. Bu kimning qasri dedim? Farishtalar Umar ibn Xattobning deyishdi. Men uning qattiq kullaydiganligini o'ylab orqamga yandim degan edi. Bu gapni anglagan Umar yig'lab ketib, "Sildimmi kullaymanmi ya Rasululloh?" dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu. Abu Bakr radhiyallohu anhu kasal bo'lib qolib, kasali og'irlashdi. Bolalari doktor olib kelishni aytgan edi, u unimidi. Keyin kasali og'irlashib, o'limning sakratiga tushgan chaqda o'g'illarga tovlab, "Tevpinglar qani, agar u rostchil bo'lsa, meni saqaytib baqsin" dedi. Amir ibn Abdullah ibn Zubayr. Amir ibn Abdullah ibn Zubayr o'lim ko'rpasida yetib, oxirgi nafaslarini elib, oilasi atrofida yig'ilishib turgan chaqda muazzinning namoz shamiga azon to'lg'anini angladi. Uning nafas olishi qiyinlashib, badani qattiq og'riyotgan bo'lsa-mu, atrofidagilarga mundoq dedi: "Qo'limni tutinglar. Nega boramiz? Masjidga boramiz. Sen bu holatda tursangmi boramizmi?" Shundoq
Subhanallah, namozga chaqirvatsa anglab turib uningga javob qaytarmaymanmi? Qo'limni tutinglar. Ular uning ikki qo'lidan tutib masjidga elib keldi. U imom bilan bir rakat namoz o'qib bo'lgandan keyin sajda qilayotgan holatda jon uzdi. Shundoq, u sajda qilayotgan holatda jon uzdi. Kimki namoz o'qisa va Parvardigorining taatiga sabr qilsa, uning hayoti Parvardigorining roziligi bilan oxirlashadi. Abdurrahman ibn Asvad Salihlar vafot bo'ladigan chaqda yaxshi amallardan ayrilib qoldiganligiga hasrat chekishidi va texmi yuqori darajalarga erishish va texmi ko'p amallarni qilib olish uchun umrimiz uzun bo'lsin deb arzu qilishidi. Abdurrahman ibn Asvad sakratga tushgan chaqda yig'ladi. Uningdan nimaga yig'laydilar deb so'ralganda u Alloh bilan qasamki, namoz va ro'zadan ayrilib qoldiganligimga afsuslanib yig'layman dedi. Andan jon o'zganga qadar Qur'on tilovat qilib turdi. Yazid Raqqashi o'lim sakratiga tushgan chaqda yig'lashga boshladi va o'z-o'ziga: "Ey Yazid, o'lib ketsang, kim sen uchun namoz o'qiydi? Kim sen uchun ro'za tutadi? Kim sen uchun istig'for aytadi?" dedi. Uningdan keyin shahodat aytdi va jon uzdi. Allohdan bizga go'zal xotima nasib qilishini so'raymiz. Amin. Vaz. Ular mushriklik va gunohlardan pok bo'lganda, farishtalar ularni qabzruh qiladi. Farishtalar ularga salom sizlarga, qilgan amalinglarning xosiyatidan jannatga kiringlar deydi. Nahl surasi 32-oyat. Ulug'larimizning sakratdagi nasihatlari. O'lim cho'ng bilan kichikning o'zini ayirmaydi. Padişah bo'lsin, vazir bo'lsin, tijoratchi bo'lsin yoki amir bo'lsin, ajri to'shqanda yuz xotir qilmaydi. Tuvandikilar padişahlarning sakrat holatidagi vaz nasihatlari. Harun Rashid Bu ko'plagan zaminlarga ega bo'lgan va o zaminlarni lashkarlar bilan to'shqizgan padişah edi. U beshini ko'tarib bulutga qarab, "Sen yomg'irni Hindistonga yog'dirgan yoki Chinga yog'dirgan yoki o'zing xohlagan bir yerga yog'dirgan. Allah bilan qasamki, qaysi bir zaminga yomg'irni yog'dirsang, o zamin mening padişahligim ostidadir" degan edi. Harun Rashid bir kuni ovlash uchun chiqdi. Buhlul ismli bir kishining yonidan o'tib ketib uningga mundaq dedi: "Ey Buhlul, menga nasihat qilgan. Ey mu'minlarning amiri, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan tartib dadanggacha bo'lgan arliqdagi ota-bovularing qani? Ana avlar ularning qasrlari. Ularning qabrlari qani? Mana bu ularning qabrlari. Avlar ularning qasrlari. Bu ularning qabrlari bo'lsa, qasrlari qabrlarda nimaga asqatdi? Ey Buhlul, rost aytding. Yana nasihat qilgan" dedi Harun. Buhlul mundaq dedi: "Dunyodagi qasrlaring kengri. O'lguningda kengri bo'lsa-chu qabring." Harun buni anglab yig'ladi va yana nasihat qilgan dedi. Buhlul mundaq dedi: "Ey mu'minlarning amiri, Kisraning xazinalariga ega bo'ldingmi deyli? Yillarcha yashapsan, nimalar bo'ldi? Tiriklarning barargohi qabr emasmi? So'ralmassanmi bir-birlab o'limdan keyin?" Shundoq dedi Harun. Harun Rashid bu safardan qaytib kelib, uzun o'tmay og'rib qoldi. Sakratga tushgan chaqda qo'mondan va qo'g'dog'ichilarni chaqirib, "Lashkarlarimni yig'inglar" dedi. Lashkarlar qilich va qalqonlari bilan keldi. Ularning soni bak ko'p bo'lib, hammasi Harunning qo'mondonligida edi. Harun ularni ko'rganda yig'ladi va: "Ey padişahlikqa yo'qab ketmaydigan zot, padişahlikqa yo'qab ketadigan bandanga rahim qilgan" dedi. Bu xalifa toki jon uzganga qadar yig'ladi. Vafot bo'lgandan keyin dunyoga padişah bo'lgan bu kishining tavuti ko'tarildi va jasadi tor qabriga kirgizildi. Uningga vazirlari hamroh bo'lmadi. O'limiga echinganlar birga yotmadi. Uning bilan biror qoch tamoq birga dafn qilinmadi va ostiga ko'rpa solib berilmadi. Uning padişahligi va mol-mulki uningga qilcha asqatmadi. Abdulmalik ibn Marwan Xalifa Abdulmalik ibn Marvonga o'lim sakrati kelganda qattiq qayg'urishga va nafs qiyilishga boshladi. U yotoq uyining derazalarini ochib o'tishga buyurdi. Derazalar ochib o'tildi. U burilib qarab, do'konida ishlayotgan kambag'al bir kir yo'g'ichini ko'rdi. U kishi kiyimlarini yuvib bo'lgandan keyin quritish uchun tomlarga urib atadi. Abdulmalik dediki: "Kashki men kir yo'g'ichi bo'lib qolsam-chi. Kashki men yog'ochchi bo'lib qolsam-chi. Kashki men ammal bo'lib qolsam-chi. Kashki men mu'minlarning ishiga ega xalifa bo'lmagan bo'lsam-chi." Shuningdan keyin u vafot bo'ldi. Shundoq, ularning hammasi shundoq bir diyorga yo'tkilib ketdiki, u diyorda ularga xizmat qiladigan xizmatkorlar yo'q. Izzatini qiladigan sohibxonlar yo'q. Ham suhbat bo'ladigan vazirlar yo'q. Ular shundoq bir diyorga yo'tkilib ketdiki, u diyorda ularga faqat yaxshi amallarla asqatadi va qilmishlari yozilgan sahifalari ularga husumat qiladi. Alloh taolo Parvardigoring bandalariga zulm qilguvchi emasdir degan.
Fussilat surasi 46-oyat. Dunyoda bir turkum kishilar borki, Alloh ularning rizqini kengroq qildi, tenini salomat qildi. Lekin ular rahimsiz o'lim kelganga qadar o'limga tayyorlik qilishdan g'aflatda qoldi. Ular o'limni aynan ko'rgan chaqda dunyoga qaytishni tiladi. Bu tiliki tijorat, mol dunyo, urug' tuqqan va bola chaqa uchun emas, balki ahvolini isloh qilish va hammadan kuchlik va hammadan ustun Allohni rozi qilish uchun edi. Lekin yaratquchi va hammadan buyuk Alloh shundoq hukm qilganki, ular dunyoga qaytarilmaydi. Sakratning boshqa holatlari. Asi gunohkor o'yin tomoshaga berilgan va vaqtini behuda ishlar bilan isrof qilib, dunyoga bo'lgan muhabbati ularga g'olib kelgan insonlarga kelsak, sakrat holatida ularga azob bo'ladi va ular bilan yaratquchi Allohning o'ttirisida to'salg'u paydo bo'ladi. Imom Qurtubiy aytadi: Dunyoga berilib ketgan uzun arzu armonlar mag'rurlantirib qo'ygan bir kishiga o'lim sakrati kelib, qattiq qiynalgan vaqtda bolalari rozilik olib olish uchun atrofiga yig'ildi va la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa iloh yo'q degan dedi. U nafsi bo'g'ilib varqirashga boshladi. Bolalari yuqoridagi so'zni qayta deganida u tovlab turib, paloni zaminga mundaq qurilish qilinglar, paloni yerga mundaq narsa teringlar, paloni do'konga mundaq narsa ekilinglar dedi. Andan davomliq bu so'zini deginicha o'lib ketdi. Shundoq u yer zamin va do'konlarni tark etgan holda o'lib ketdi. Bu narsalardan uning varislari foydalandi. Uning bo'lsa hasrati davomlashidi. Aroqkash. Imom Ibnul Qayyim rahmatulloh aytadi: Davomliq aroqkashlar bilan hamsuhbat bo'ladigan bir kishi sakrat holatida turgan chaqda atrofidagi kishilardan birisi uning yoniga kelib, "Ey palani, la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa iloh yo'q" degan dedi. Uning chiroyi o'zgarib, rangi tatirib, tili eg'irlashdi. Yanidagi kishi uningga "Ey palani, la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa iloh yo'q" degan deb turdi. U burilib qarab, "Yo'q, sen haroq ichgin, andin menga haroq bergin. Sen haroq ichgin, andin menga haroq bergin" deb to'ladi. U ruhi yaratquchisining tarafiga chiqib ketganga qadar bu so'zini davomli dedi. Muhammad ibn Mug'is fasiq, ko'p haroq ichadigan, haroqkashlarning uyidan chiqmaydigan bir kishi edi. U kasal bo'lib, o'limining soyasi yaqinlashib, kuch-quvvati ojizlashgan chaqda atrofidagilardan birisi uningdan mundoq so'radi: "Badaningda quvvat bormi? Menga olamsan? Shundoq, xohlasam bu yerdan haroqkashlarning uyiga mengib bora olayman. Allohdan panohlik tilayman, masjidga mengib bora olayman desangchi. Bundoq qilish menga g'olib keldi. Har bir odam odatlangan ishiga ko'nib qoladi ekan. Men masjidga berishga odatlanmadim." U yig'lab turib shundoq dedi. Ibn Abu Ravvat aytadi: Sakrat holatida turgan bir kishining yoniga keldim. Atrofidagi kishilar uningga la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa iloh yo'q degan kalimani o'gitishga boshladi. Uning bu kalimani aytishi uchun to'salg'u paydo bo'lib, uningga eg'ir keldi. Ular qayta o'gatdi va Allohni eslatdi. U qattiq qiynalayotdi. Uning nafsi qiyinlashgan chaqda tovlab, "Men la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa iloh yo'q degan kalimaga kufrlik qilaman" dedi. Andin nafas elishi qiyinlashib jon uzdi. Ibn Abu Ravvat deydi-ki, uni dafna qilib bo'lgandan keyin ahlidan uning ahvolini so'radim. Ular u haroqkash edi dedi. Allohga sig'inib hayotimizning yomonlik bilan oxirlashib qolishidan panohlik tilaymiz va yana paskanchiliklarning onasi, nachar ishlarning beshi bo'lgan haroqdan panohlik tilaymiz. Kimki dunyoda haroq ichsa, oxiratda uni icholmaydi. Kimki dunyoda haroq ichsa, Alloh uni oxiratda tiynatul habal bilan sug'uradi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan Tiynatul habal degan nima deb so'ralganda, u zot do'zax ahlining qon yeringlari degan. Faqat o'lim kelishdan ilgari tavba qilgan va Parvardigorimiz afu qilgan kishi buning sirtida. Nag'ma navo chaladigan va naqshi aytadigan insonlar uchunmi vafot bo'lishdan ilgari nurg'un qiyinchilik va sinoqlar bo'ladi. Namozni tark etguchi. Eng cho'ng jinoyat ahli bo'lsa, namozni tark etguchi shaytonning yordamchilaridir. Islom bilan kufrning orasidagi farq namozni tark etishdir. Namozni tark etguchilarning vafot bo'ladigan vaqtda va oxiratda holi bak xarob bo'ladi. Imom Ibn Qayyim aytadiki, nurg'un gunoh ma'siyatlarni o'tkazgan va ibodatlarga sarf Imom Ibn Qayyim aytadiki, nurg'un gunoh ma'siyatlarni o'tkazgan va ibodatlarga sal qargan bir kishi bor edi. U sakratdagi vaqtida atrofidagi kishilar uninga qarab cho'chib ketdi. Ular uning oldiga kelib, Allohni aslatishga va la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa iloh yo'q degan kalimani o'gitishga boshladi. U ko'z yoshlarini yoshirib turardi. Uning ruhi chiqishga boshlagan chaqda yuqori ovozi bilan tovladi va la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa iloh yo'q deyman.
lekin menga manfaat qilmaydi. Men Alloh roziligi uchun namoz o'qib baqqanimni bilmayman dedi. Uningdan keyin vafot bo'ldi. Mana bu o'lim oxirat yo'lining boshlanishidir. İnsan maliga va badaniga kelgan ziyon zahmatning sababi bilan o'limni arzu qilsa durust bo'ladi. O'limni arzu qilishi durust bo'lmaydi, chunki inson bilmaydi. Balki bir taslikdan keyin cho'ng osonlik kelishi mumkin. U kishiga Nabiy sallallohu alayhi vasallam ko'rsatgan muni duoni o'qishi vojib bo'ladi. Sizlardan bir kim kasal bo'lib qolganlik uchun o'limni arzu qilmasin. Agar cho'qim shunday qiladigan bo'lsa, ey Alloh, menga hayot xayrlik bo'ladiganli bo'lsa, meni hayot qoldirgin. Menga o'lim xayrlik bo'ladigan bo'lsa, jonimni olgin desin. U zot yana sizlarning biringlar o'limni arzu qilmasin va o'lim kelishdan burun uni chaqirmasin. Shak shubhasizki, sizlarning biringlar vafot bo'lsa, uning amali o'ziladi. Mo'minga uning umri faqat yaxshilikni ziyoda qiladi degan. Bayon. İnsanның hayatida qilgan amallarining yaxshi yoki yomon bo'lishi uning oxirgi umrining qanday oxirlashishiga ta'sir ko'rsatadi. Sajiya Islom tadqiqot markazi